Leksiyalarımızda başlaymaz, hürmetli vatandaş. Endiki leksiyemiz mundaq. Hazır del caydı kelgendek Xuda şundaq orlaştırın deptirin, ben şuna bağa verip duray vatandaşım. Yukarıda Amerika Qo'shma Shtatlar Uyg'ur ne? Xitoy nima qilyapti? Xitoy Uyg'urga nima muomala qilyapti? Biz buni irq yo'qotish deb belgilaymiz. Mumkinlik va ehtimollik ichidagi fikrni bugun o'tirib qo'yibdi buni Amerika ovozini elab sizlarga anglatdik. Endi Xitoyning Sovet orbiti Uyg'ur to'g'risida nima dedi? Masalan, Uyg'ur bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatlarda Uyg'ur to'g'risida nima dedi? Bu hozir selishtirim bo'ldi. Bunisi Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tirg'i chiqayotgan siyosat. Bunisi Turkiya Cumhuriyatida o'tirg'i chiqayotgan siyosat. Tunigan qisqacha so'zildik. Bugun bu maqolaning butun tekstini tarjima qilib olib keldim. Bu maqolani Erkin Asiyaning muxbiri Erkin Tarimga, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari e'tirof qilib, muxbirlik salohiyati deb Erkin Asiya radiosining Uyg'ur bo'limiga o'rinlashtirgan muxbir, Turkiyada turishliq muxbiri Erkin Tarimga, shundaqla Jungo Kompartiyasining xalq vakillar qurultayi muqimlashtirgan va to'nigan tan olgan, shundaqla Jungo Kompartiyasining mamlakatlik, ya'ni Cumhuriyet Halk Respublikasining Ançambu Bexatarlik Ministerligining tan elishi va tonishiga erishgan muxbir Erkin Tarimga taqdim qilaman. Chunki bu kishining dadasi Jungoda Bexatarlik Ministerligining muavin ministeri bo'lib ishlagan. Erkin Tarimning dadasi, ya'ni qaynotasi Jungoda Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Bexatarlik Ministerligining muavin ministeri bo'lib ishlagan. İsmi nemedi, imenmedi, zaminmedi, shundoq edi. Shunga ham bu muxbir Jungo tarafdan e'tirof qilingan muxbir va Amerikada qarshi elinib Erkin Asiya radiosiga o'rlashtirilgan muxbir. Men shunga bugungi maqolani Erkin Tarimga taqdim qildim. Sababi nima? Hozir bu Erkin Asiya radiosi 3-4 kundan beri bir o'lib ketgan munofiq xoinning tarjimonini yasab chiqyapti. Undaq inqilobchi, mundaq mustaqilchi, mundaq badal to'lagan, mundaq ömrün ato qilgan, ömrünü beg'ishlagan davlat Turkiya ekan, oxirgi natija nima? Nima natijani qo'lga keltirdi? Mana. Sen keltirgan natijani men sana hozir o'qib beraman. Sen yaratgan natijani men sana hozir o'qib beraman. Angla Erkin Tarim. Bugün Çislaq 2020 yıl 12 ayının 25. günü. Endike xabarimiz yoki maqolamiz leksiyamiz mundaq, hurmatli vatandaş, mavzu mundaq. Tefekkür xotirasi. Şinjan mustaqilchilari Turkiyada siyosiy panohlik elishdan mahrum qoladi. Mavzuli xabar 12 ayının 24 günü Sovet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başladı. Jungoning yuqori darajali qonun chiqarish organi, Xalq vakillar qurultayining doimiy komiteti dal hozir bir parcha o'tkazib berish hujjatini muhokama qilyapti. Masalan, 12 ayning 26 kuni yig'in yapiladi va shu kuni bu hujjat tasdiqlanadi. Siyosiy musofirlik salohiyati bilan Turkiyaga yetib kelgan Uyg'urlar hamda Jungoga qaytarib berish mumkinligiga duch keldi. Buningdan burun Turkiyaning prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Jungo Turkiya o'rtasida tuzilgan o'tkazib berish shartnomasini Turkiya Buyuk Millat Majlisining tasdiqlashiga yo'llagan edi. Beijing vaqti 12 ayının 22 günü Muşu növbetlik Jungo Xalq Vakillar Qurultayining doimiy komiteti 24 qatimliq yig'in chaqirdi. Birlik kelgan, belgilangan, kechiringlar, kun tartib bo'yicha
Cungo Taşqı İşler Ministerliğinin muavin ministeri Zhang Liyu tapşırıqqa binaen Cumhur Halk Cumhuriyeti bilen Türkiye Cumhuriyeti o'ttirısida tüzülgen bir şartnamasını muhakeme qilib tasdiqlash to'g'risida tushuncha berdi. Bu tushuncha berish bu ikki taraf o'ttirisida tüzülgen şartnamening 12 ayning 26 kuni tasdiqlanib ma'qullanishidan derak berdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi mi bu şartnamani tasdiqlagan aman kuchga ega bo'ladi va qonunliq cheklash kuchiga ega bo'ladi. Cumhur Halk Cumhuriyetining shartnoma imzolash tartiblari qonunidagi belgilemelerge asoslanganda adliya o'tkazib berish shartnomalariga o'xshash odatdagi qo'sh taraflik shartnoma va muhim kelishimlar imzolangandan keyin Tashqi ishlar ministerligi yoki davlat mahkamasi aloqador organlar Tashqi ishlar ministerligiga uqtirib qo'yishi, davlat mahkamasining tekshirib ko'rishiga ma'lum qilishi va davlat mahkamasi tarafidan mamlakatlar Xalq vakillar qurultayi doimiy komitetining tasdiqlab qaror qilishi, Cumhur Halk Cumhuriyetining raisi Jungo Memleketlik Xalq vakillar qurultayi doimiy komitetining qaroriga asoslanib tasdiq selishi kerak. Bu bir parça 2017-yili imzolangan qo'sh taraflik shartnoma dal hozir eng oxirgi qonun tartiblar bo'yicha ma'qullanish oldida turadi. Bugungacha Prezident Erdo'g'an bu shartnomani Türkiye Büyük Millet Meclisining ovozi qo'yishiga topshirdi. Lekin hozirgacha Türkiye Büyük Millet Meclisining tasdiqlashiga erisholmadi. Anlaşla qaraganda bu bir parça o'tkazib berish shartnomasi yanala Türkiye Büyük Millet Meclisida o'qituvchi partiyalarning qarshi turishiga uchradi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.